Assalomualaykum. Men Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Gulshanbo qishlog'idanman. Mana bugun 6-dekabr 2025-yil. Yana mana olovni chiqaryapti. Ertalab ham video qilib chiqardim YouTube'ga. Hamma qarasin. Mana qarang qanday olov chiqaryapti. Uni qarang. Hozir u yoqda ekologik zarar yoki o'sha yoqqa politsiyalar borgan bo'lishi ham mumkin. Hozir mana tun soat 8:00. Mana buni qarang, yana tutun bizning qishlog'imiz tarafga kelyapti. Mana yaxshilab qarang. Ko'ryapsizlarmi? Shularga bir chora ko'rishingizni iltimos qilamiz.